insonlarga mehribon, ba'zi insonlarga shafqatsiz Alloh nomiyla. Bu hayotda shunday insonlar bor, musulmon bo'lib turib, kofirning ichidan ham battar ishlarni qiladi. Boshda do'ppichasi, jelakchani kiyib olib, qo'lda tasbeh aylantirib, xo'ja ko'rsin deb namoz o'qib, birovning haqqidan hazar qilmay, Alloh yo'q narsa, Xudo yo'q deb xohlagan ishini qilib yuribdi. Alloh shunday insonlarni ko'rib, shunday xulosaga kelganki, mana shu dinni chiqarishga majbur bo'lgan. Albatta bu meni fikrim. Balki u insonlarni ham ongini boshqarib, ko'r ey insonlar, bunga o'xshama deyotganday qilayotgandir Alloh. Hayotda yana shunday insonlar borki, o'zi alkash yoki bomish bo'lib turib, yo bir kambag'al qashshoq bo'lib turib, hech kimga ziyon tegmaydigan insonlar bor. Ularni ham Alloh yaratgan, Alloh ongini boshqaryapti. Albatta bu ham meni fikrim. Xulosa qilish sizlardan. Iloji bo'lsa javob yozing.